Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 9-mavzusi Buxoro xonligida davlat boshqaruvi mavzusi bilan tanishamiz. Dastlab xonlikning hududi, geografik joylashuvi va aholisi haqida tanishib olsak. Muhammad Shayboniyxon tashkil qilgan davlat hududining chegarasi har doim ham muqim bo'lmagan. Ammo Shayboniyxon tashkil qilgan vaqtda unga Moron Nahr, Xorazm va Xuroson hududlari kirgan. Uning o'limidan so'ng Xorazm butunlay qo'ldan chiqqan va o'zini mustaqil davlat deb e'lon qilgan. Xurosonning katta qismi esa Eron Safaviylari tomonidan nazorat qilingan. Faqatgina Abdulloh II davrida qisqa muddatda bo'lsa-da, xonlik hududi yana kengaytirilgan, Xorazm, Xuroson, Buxoro xonligiga bo'ysundirilgan edi. Uning vafotidan so'ng Eron Xuroson hududini bo'ysundirgan bo'lsa-da, Xorazm yana mustaqil davlatga aylandi. 16-asrda Shayboniyxonning harbiy yurishlari davomida Moron Nahr va Xorazmga 500-600 ming dashti qipchoq o'zbeklar ko'chib kelgan. 16-asr boshlarida xonlik aholisi ko'chib kelgan o'zbeklardan tashqari turkiy Chig'atoy va tojiklardan iborat bo'lgan. Manbalarda 17-asr oxirlarida esa o'zbek va tojiklardan iboratligi manbalarda qayd etib o'tilgan. Keyinlar endi mamlakatning boshqaruv tizimi bilan tanishamiz. Buxoro xonligida ma'muriy jihatdan viloyatlar va tumanlarga bo'lingan. Xonlikda oliy davlat idorasi Temurlar davridagidek dargoh, ijro etuvchi hokimiyat esa devon deb yuritilgan. Ya'ni ikkita idoradan, dargoh va ijro etuvchi hokimiyat devondan iborat bo'lgan. Devonni, ya'ni ijro etuvchi hokimiyatni bosh vazir boshqargan. Devonbegi ayni paytda davlatning moliya va xo'jalik ishlarini ham boshqarib borgan. Keyingi mansablar bilan tanishadigan bo'lsak, undan keyingi eng yirik mansab bu otaliq bo'lgan. Otaliq xon siyosatining viloyatlarga ta'siri aynan otaliq mansabida tayinlangan shaxsning nufuzi bilan belgilangan. Chunki u viloyatlarga tayinlangan shahzodalarni tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi shaxs bo'lgan. Ya'ni ota o'rinda ota vazifasini bajaruvchi shaxs bo'lgan. Yana bitta yirik mansab bu farmonachi mansabdir. Ushbu mansabning vazifasi xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni mas'ul shaxslarga, ya'ni ijrochiga yetkazish bilan shug'ullangan. Keyingi davlat mansabi bu dodxoh bo'lgan. Ushbu mansab asosan mamlakatda adolat mezonlariga amal qilishga va nazorat qilishga javobgar shaxslardan biri bo'lgan. Keyingi mansab esa ko'kaldosh. Ushbu mansab xon sulolasiga eng yaqin shaxslardan tayinlangan, xon siyosatiga fuqarolarning munosabatini o'rgangan va bu siyosatning daxlsizligini ta'minlagan. Bu qisqa qilib aytganda, hozirgi zamon tili bilan aytganda, davlat xavfsizlik xizmati idorasi bo'lgan. Undan faqatgina oddiy kishilarning, balki davlat amaldorlarining, hatto valiahdlarning ham hukmdorga nisbatan munosabatini o'rganib borgan. Xon va shahzodalar o'rtasida munosabatlar xon yasovli mansabdagi shaxs tomonidan tartibga solingan va aynan shug'ullanib borilgan. Chunki hukmdorda bir necha oilasi bo'lgan, bir necha ayolga uylangan bo'lgan va shahzodalar bir necha o'nlab bo'lgan hukmdorlar bo'lgan. Shuning uchun ham ataylab shunday mansab joriy qilingan bo'lgan. Keyingi mansablardan biri ishq og'a boshidir. Ishq og'a boshi bu dargoh xavfsizligi va unda o'rnatilgan tartiblarga rioya qilishga javobgar shaxs bo'lgan. Keyingi eng yirik diniy lavozim bu Shayxuliston bo'lgan. U shariat qonunlari bajarishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi shaxs bo'lgan. Keyingi din bilan bog'liq, ammo mamlakatda adolatni ta'minlovchi organ bu qozi kalon bo'lgan. Bu mamlakatda barcha bosqichlarda sudlovchilarga boshchilik qilgan shaxs bo'lgan. Va albatta ko'rinib turibdiki, ushbu davrda barcha qonun hujjatlari Qur'on, hadis va shariatga asoslangan holda amalga oshirganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi yirik mansablardan biri bu muhtasib bo'lgan. Ushbu shaxs mamlakatda jamoat tartibini saqlanishi, diniy marosim va amallarga rioya qilinishi, bozorlardagi narx-navo va tarozilarning to'g'riligi uchun mas'ul bo'lgan eng muhim lavozimlardan biri bo'lgan. Keyingi lavozimlardan yana biri bu mehtardir. U
zakot va boshqa tushumlardan zarur o'rinlarda ishlatishini nazorat qilib borgan. Xonlikda e, mansabga kirmaydigan, faqat unvon bo'lgan yana bir jarayon bo'lgan. Bu naqb, bu unvon, hech qanday mansab emas. Lekin xonga yaqin va ishonchli kishi bo'lgan, ichki va tashqi siyosatda hukmdorga maslahatchi bo'lgan va undan tashqari zarur vaqtlarida elchilik vazifalarini ham bajargan. Naqb asosan diniy ulamolardan yoki payg'ambar avlodiga mansubroq shaxslardan tayinlangan odatda. Shayboniylar davrida oldingi an'analar davom ettirilgan holda yoshi ulug' shaxs taxtga o'tirish odati saqlanib qolgan. Shayboniyxon vafotidan so'ng uning amakisi Kuchkunjixon, undan keyin esa Suyunch xo'ja valiahd qilib tayinlangan edi. Afsuski Suyunch xo'ja Kuchkunjixondan oldinroq vafot etgani uchun hokimiyatga 16-asr 40-yillardan boshlab endi yosh ulug' shaxsning emas, otadan o'g'ilga o'tish tartibi joriy bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu davrda mahalliy boshqaruv ham o'ziga xos mahkamachilik tizimiga ega bo'lgan va hokimlar ham o'zining boshqaruv mahkamasini tashkil qilishgan. Xo'p, markaziy hokimiyat zaiflashgach, ayrim qudratli qabila boshliqlari, ya'ni amirlar ushbu mansabga tayinlangan. Tumanlarni esa hokim boshqaruv tizimi joriy qilingan edi. Boshqaruvidagi eng quyi tizim bu amlokdor deb yuritilgan. Bu testlarda juda ko'p tushadi. Amlok bu bir necha qishloqdan iborat bo'lgan boshqaruv tizimi. Amloklarni tuman hokimi tomonidan tayinlangan shaxs, ya'ni amlokdor idora qilgan. Amlokdor boshqaruv ma'muriyatiga amlokdor, mirzo, mirob, amin va oqsoqollardan iborat bo'lgan. Xo'sh, bular kimlar? Mirzo bu kotib, mirob bu suv taqsimlovchi, amin bu soliq yig'uvchi, oqsoqol bu har bir qishloqning boshlig'i vazifasini bajargan shaxslar bo'lgan. Ashtarxonlar davrida ham davlat boshqaruvi Shayboniylar davridan deyarli farq qilmagan. Faqat ayrim mansablarning nufuzi ortganini ko'rishimiz mumkin. Shayboniylar davrida otaliq lavozimdagi shaxs xondan keyingi o'rinda turuvchi devonbegi lavozimidagi shaxs mansabiga tenglashtirilgan. Bora-bora amirlar amiriga aylangan. Shuningdek, Ashtarxonlar davrida saroy qutuvoli degan lavozim ham joriy qilingan. U davlat mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan qurilish, qal'a devorlari va imoratlarni ta'mirlash, obodonchilik ishlariga boshchilik qilgan shaxslardan iborat bo'lgan. Sekin-asta Ashtarxonlar davrida kelib, markaziy hokimiyatdagi boshqaruv mansablarining nufuzi batamom yo'q bo'lgan va ular to'g'ridan-to'g'ri viloyat hokimlarining to'liq hukmronligi bilan o'rnatilganini ko'rishimiz mumkin. Buxoro xonligi, ya'ni Shayboniylar va Ashtarxonlar davridagi davlat boshqaruv tizimi haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.